Tamaqning itilish jarayonini ko'rsatib bersiz. Bugun men Uyg'urlarning an'anaviy taomlaridan birisi bo'lgan ko'kvash o'g'risini ko'rsatmoqchi. Bo'ldi, unda bo'lsa tamaq ketadigan xurishlar bilan bir tanishib o'tamdik. Bo'ldi. Buni tamaq ketadigan xurishlar oq un, ho'l piyoz, tuxum, ko'kvash, zanjibil, qo'yning ustixini, loq go'shtni azroq, tetqulardan, oqmash bilan tuzlardan iborat. Unda bo'lsa, tamqimizni aytishni bir boshlayotgandik ma'lum. Bizning bu tamqimiz butunlay Uyg'ur taomi bo'lg'achqa, biz buningga hech qanday g'ayri tetqu va boshqa qo'shimcha materiallar ishlatmaymiz. Biz oldi bilan qozonga suv quyib, o'tni yiqib, ustixonni sep sho'rib chiqaramiz. Odatda shu ustixon qanchalik vaqt qaynasa bo'ldi ma'lum? Buni qo'yninki go'shining qo'yning qari yoshligiga qarab belgilasi bo'ldi. Qozon qaynaguncha go'shtni to'g'rab, piyoz bilan qo'shib qiyma tayyorlaymiz. Buni mening tamaq etishim boshqalarnikidan sal farqlandi. Sal g'ayri o'tganni birsi bu to'g'riliq o'zimgim degan tamoqni ta'tir etadi ekansiz deb. Bu nayt yaxshi fikr, ammo kishilarning buni to'g'ri tushunishini o'tinma. Biz xom qiymaliq suyqash yoki boshqa taomlarni etgan vaqtimizda mutlaq ko'p sondagi do'stlarimiz go'shtni oldi bilan qozonga sep suvni qo'yiblar qaynatadi. Buningdan keyin buningga o'g'ra yoki uzib tashlab yo boshqa suyqashlarni soladi. Shuning bilan buni xom qiyma deb tushunadi. Buning atalg'isimi xom qiyma. Bu xom qiyma bo'lgandan keyin uni biz ismi jismini moslashtirishimiz kerak. Bu go'shtni qozon solsak, u qanday qiyma bo'lib qoldi, qiyma o'zgarib qoldi. Buni biz aniq bilib olishimiz kerak. Mana xom qiyma degan mana shu. Biz oldinlar go'shtni ushshaq to'g'rab, orqadan qo'l piyozni to'g'rab, qo'l piyozni go'shtga o'xshash ushshaq to'g'rab. Buni qiyma tayyorlab olamiz. Go'sht o'g'ri pishgandan keyin ondan keyin go'shtni solamiz. Mavi xom qiyma bo'ldi. O'g'ri pishib bo'lgandan keyin go'shtni solsak, go'sht qanday pishadi ma'lum? Jungo oshpazligining 28 xil pishirish usuli ichidagi qaynayotgan suvga silib tez pishirish degan bir atalg'u bor. Shu xil atalg'udan foydalangan bir xil pishirish usuli. Ama yuqorida aytilganning go'shti qattiq bo'ldi. Endi buningga ushshaq to'g'ralgan piyozni solamiz. Ushshaq to'g'ralgan go'shtni solamiz. Ikkisini aralashtirib ekanmiz. Ikkisini aralashtirib qo'ying. Xo'sh. Suvni jiqroq qo'yganimizda bunga muvofiq miqdorda sovuq suv qo'yamiz. Undan keyin biz etayotgan o'g'riga yetarli yetkida tuz solamiz. Mush qiyma qilib bevosita tuzni kelib olsak bo'ldi ekan. Tuzni bevosita solamiz.
Şu ügrege yeterlik akmış salımız. Bana bu kıyma oldu. Bunu biz ham kıyma dep atayımız. Endi bu kıymını Yeli pişip boğanca salımız. Ügre pişip boğanda andiki salımız. Bu ikinci basqoş. Men efendim yettim arzuğa, zokum geldi hemmizim ayağımız kaydığa. Efendim geldi. Kaydunizge yağmurke, lezzet bir taamga. Tahmini bu yigenler, yemigenler armanda. Haydun markalık yağmıştan təmi qandırıq ekan. Bək yaxşı ekan. Haydun markalık yağmış haqiqatan yaxşı. Üçüncü basqışda biz ximirini yoğurup göğüş pişikçilik biz ximirini yoğurup tayyorlab olamiz. Xemirni munda bu soğuq suda yoğuramdiq. Ximirini soğuq suda yoğuramiz. Bununla ximirga ayrim tuz qo'yamiz. Bundan keyin Tuxum chaqamdiq. Tuxum chaqamiz. Endi ba'zilar ximir yo'g'agan vaqtida tuxumning oqsayirig'ini o'xshash qo'ydi. Ular nima sababdan shunday qildi, men so'rab baxmadim. Amsmalım bu yerda eqin ishlatishimizga sabab nima? Bu eqin ishlatsak ximir jonliq terik chiqadi. Hem ximirin rengi suzuk oldu. Hem biz bununla serigini qo'shib etsak, o çağda ximirin rengi seriq olib qoldi. Xunuk. Shuning uchun keng ko'rmanlarning mushu ishga diqqat qilishini o'tinmoqchiman. Serigini qo'yish xato demoqchi emasman. Bu özü emedenin özünün ixtiyarı. Ama ximirin rengi sağuç, xunuk çıkıp kaldı. Şunun için ximirin yoğuruştan burun şu tuxumның eqini qo'ysak, uçak ximir hem ak, hem süzük, hem tirik canlıq çıkıdı. Onda osmishada tuxumning eqi bilan seriqini ayirib ishlatishni o'rganib olsak, mushnuqtiq diqqat qilsak bo'ladi ekan. Shunday. Hem bu ügrenin ximiri oğaşqa bunu sel tuzunu sel ötküzverek ximirini sel çınarak yoğuruşuq doğru kıldı. Onda Osmanlı bu ügrenin ximirini çın yoğurdu ekanmiz. Bunun ximirini çın yoğursak texmi tirik canlıq çıkıdı ximiz. Hazırganda ailelarda kolay bolsun üçün müştaq ügrenin yoki lag'manning shuning hamda ximirlarni tayyor bozordan akirib ishlatadigan bo'lib ketdik ko'pincha vaqtlarda. Lekin hamda o'zimiz shu qo'l silib o'zimiz yug'ag'anga yetmaydi-da. Albatta shunday qildi. Endi boshqalarga ishonmaganlik emas. O'zimiz o'z qo'limizda etib ishsak, buningga birinchidan oilaning illiq mehr muhabbat singdi. İkinciden bizning avlodlarimiz, bolalarimiz naq maydonda ko'rib turgan boshqa ularimiz shu o'smir vaqtidan tortib yumron qalbi tomoqni o'zi etib yeyishga uyg'unishildi. To'g'ri. Biz davomli sitdan setib olsak, u bolalar kelgusida Apamın şişetten situaldığa biz şunday qildi deb. Bizning bu taam madaniyatimiz bağan seyre susuşup yo'qolishga da'vo berib qilish mumkin. Ximirni yo'g'irib bo'ldik, endi qo'limizni sal namdab ximirni birdan tovlab, undan keyin tindirmiz. Qanchalik vaqt tindirsak bo'ldi? Buni 15 minut atrofida tindirsak bo'ldi. Biroq bu qozonlik sho'rtimiz tayyorchilik. Bu ximirimiz tinib voyaga yetib bo'ldi. Kuch ketadi ekan bu ximirni yugurish. Bu oshpazligimizda diqqat qilgan ishdan
birisi bak ximir yuğağa vaqtida 3 pakiz bo'lish kerak. 3 pakiz deganimiz ximir yuğağan embel cho'qim ximirni yugurib bo'lganda un ximir parchalarini ximirga yegizib qo'lni namdab embelni pakiz qilish. Ximir yuğağan qo'ldagi ximir yuqumlarini qo'lni namdash orqali ximirga yegizib ximir yuğağan qo'lni pakiz qilish. Ondan keyin yuğağan ximirmizning pakiz bo'lishiga kapolatlik qilish kerak deb so'zlandi. Mana embelma pakiz bo'ldi, ximirimiz yug'ilib bo'ldi. Endi buni shu qachiq ko'mtirib tindiramdi. Tindirib qo'yamiz. Dehqonning qorni ko'ksida kangir ketgan itizda mehr va mehnatga qinib pishgan bug'doylarim. Sen bilan Sübeydim burun didorlashqim keladi. O'zimni yerda emas, saman yo'li dis qilyapman. Xamanda dan emas, halol ajrimdan chaqnagan nurliq yulduzlarni so'rayapman. Seningdan ne'mat olimiga to'kilgan saodat yo'lisi meni murodimga yetkazdi. Ey bug'doylarim, sen Zarabshan bo'ylarida o'sib yetilib, aqida tugmanlarida oppoq qarga, nurliq yulduzga o'xshash tortilib chiqdim. Shuni seni oq yulduz deb atadim. Sap oltinga pardoz yarashmagandek, sanama aqartqush, kuchaytgush, ko'ptirgishlar yarashmaydi. Oq yulduz yurishlik onlari. Endi bu ko'pigini pakiz elib etib, go'sht yumshoq pishqicha qaynatib, sho'rping ta'min chiqaramiz. Bu laylab chiqqan bu ko'pik go'sht ustixonning tarkibida qonda paydo bo'ldi. Shuning uchun siz yutadiganmizda elib etgandan keyin sus o't qaynatsak, va sho'rpa zumratdek suzuk chiqadi. Yunus mallam ximirimiz tinib qopdi. Tinib qopdi. Endi biz buni yeyishni boshlasak bo'ldi. Bo'ldi. Mayt chang bo'pti bu ximir. Uning ustiga buning tuxumni eqin qo'shgandan keyin ximir jonliq terik chiqadi. Uzoq qaynab ketsa-mu bardoshlik bera oladi. Aslan ezilib ketmaydi ekanda, hamsa. Ezilmaydi. Onunla şu jug'urvagan ximirimizni tekşi yeyib oldik. Bu yeyish jarayoni. Bunda ximirni yeyish jarayonida bu ximir tugilay bo'lganligi uchun va no'shqa yo'yganda bu o'ttirsa qilin ikki chetda buzildi. Biz buni yaygan chaqda kuchni o'ttirib tushirsak, ximirning o'ttiri nepizlab teshib ketadi. Ammo cheti texi nepizlanmagan vaqtda ximir buzildi. Shuning uchun kuchni o'sha ikki qo'limizdagi ximirning chetini yengil besish orqali ximirning chetidan ichiga qatib nepizlatishga boshlasak, ximirning yuzining tashchiligini kontrol qilib bo'ldi. Bu bir diqqat qiladigan ish. Nurg'un ustamlar bu oshayga vaqtida o'sha ishga diqqat qilmaydi. Hem bazı ustamlarning doğuşları aslında o'ttirston ikki cheti inchik bo'ldi. O'taqi bu qamashmagan bir jabdoq. Bu taksi bo'lgan holatdimi? O'ttirston bo'lib ketsa biz uni yana
noğuşning o'zini o'ttirsin tom cho'risini inchikib qo'ysak ximir yaygacha bizga o'ng'aysizliklarni keldi. Avarchilik bo'ldi ekan. Avarchilik qildi. Uningga alayida texnikalik hunar bo'lmasa odat kishilar uni yeyib bilamaydi. Xamirimiz bu qoldi. Biroz shamoldsin. Nima uchun shamoldadimiz ma'lum bu xamirni? Shamoldasak qizing sog'a vaqtida oson chaplashmaydi. Endi mana bu ko'kvoshni qirib tayyorlab olamiz. Boshda takshi yuzdan qirib oldik ekanmiz-da. Buni o'tkirib pichoq bo'lsa bo'lmaydi. Ma'lum odatda shu ko'mmuqonoqning qanday qurollari bor? Ba'zi olimlarning aytishicha buning tarkibida intayin oz miqdorda oltin bo'lmish. Shu rasulsa bu yemekliklarning ichidagi eng atva yemekliklarning biri. Shuning uchun bu yoki buningda tarkibida kraxmal bor, oqsil bor, bol miqdorda. Rangi sariq bo'lganligi uchun o'tganimizda do'q buningda yana vitamin A bor. Bu qon besimini tushirib, oziqlik hazm bo'lishini yaxshilab, qondagi xolesterinni, mayni tuvallatib, shakarni tuvallatib, qondagi ömürni uzatib, ruhsarını chiroyli qilishlik rollar bor. Xamirimiz shamoldab sal qurishibdi. Endi buni kesishga boshlaymiz. Kesganda azroq quruq unni o'tib, undan keyin kesimiz. Janubiy Shinjongda shu yoymining nechilik cho'ngligidan qat'iy nazar intayin inchga qilib inchga ham uzun etidi. Uningmi o'zalik tushliq, buni biz qaloqlik demaymiz. U bir madaniyat. Bu Janubiy Shinjongning madaniyati. Ammo uni biz ishga vaqtida cho'pni uzun bo'lg'ashqa ishga vaqtida azroq qiynalamiz. Turni yerayotgandan keyin bu qisqiraydi. Hem oson pishidi, hem buni ichishga oson. Bu bizning madaniyatimiz, Shimoliy Shinjong atrofining madaniyati. Ben uzun inchik kesganning xato demoqchi emas. Ammo ma'mu mening o'zimning keskinimni xato ekanligini men e'tirof qilmayman. Hammasının o'ziga kuchli aloyidligi bor. Bayatangidek no'g'ushqa yugilib kesakdek abshiq bo'ldi ekan ma'lum. O'tini yer o'tib ketsa ichishga oson. Shukular olamiz, og'zimizga sarsaq bo'ldi. Bo'ldi. Sho'rtimiz tayyor bo'libdi. Go'shtni pishibdi, endi bu go'shtni suzib olamiz. Bu sho'rpani xil uzoq qaynatdik ma'lum. Tamam, buradan çıkkındı. Çöpni kazan sağıca bir kur arlaştırıp salımız. Birleşik ağalarını acırtasak oğuduk. Kazan kaynadı hem de çöpni salamdı. Çöpni salımız. Qazan sap bo'lgandan keyin bir ayirib olsak o'g'ri aka. Bu qoida aralashtirib bu xamirning unning tarkibida mo'l miqdorda kraxmal bor. Chaplashib oldi. Ajratayotgandan keyin
kraxmal rolini yo'qotadi. Odatda ma'lum shu kesib olgan uygurning xemirini qanchalik vaqtda pishirsak bo'ldi? 3 minut etrafida 2 minutdan 3 minutgacha qaynatsak. Biz o'yladi odatda bek uzoq qaynatib ketganmizda hamsa. Odatda shu pishmay qolamdiki debsa uzoqroq qaynatib ketganmiz. Amaliyotda 3 minut ichida pishib bo'ldi ekan. Endi ko'kvash bo'tqisini silib qaynatib oldik. Shu orliqda mau zanjibilni nefes hem uşak to'g'rab sevetimiz. Qiymada akmış ba. O ıssiq. Va zanjibil mötüdil. Onun ıssiq ketganlarga ma zanjibil ta'min tangsaydi. Mötüdil bo'ldi ekan. Hem tamaqning ta'min tangsaydi. Zanjibilni sap bo'ldik. Endi ma ağaçның yüzüdeki köpüğünü elitimiz. Yani bir qitim süzemdi. Bu köpük kandan çıkan köpük emas. Bu kraxmaldan çıkan köpük. Endi bu çöp pişti. Çöp pişkandan keyin endi biz ma ham qiymini biroq salamiz. Endi silib şu qaynagan haman birli qaynagandan keyin alsak bunun da suyqash purg'i emas. Qiyma purg'i. Cho'char purg'ida huzurlanib ishkili bo'ldi. Malum bu bir qaynasa abaytan qiymamiz pishamdi. Pishidi. Ammo siz buni pishmidi deb ikki qaynatsangiz go'sht ximigi yanadi. O chaqda yana bay so'z degandek go'sht yana nayt qattiq bir holatga kirib oldi. Tamoqning sifatiga ta'sir etadigan o'chaqda. Bu yashanganlarga, tini ojizlarga, bemorlarga, uşak bolalar uchun bu tepilmaydigan esil taom. Malum tamoq pishib qopti. Endi bu qizilmush bilan ko'kmushni endi bu rangini chiroyli qilish uchun ham buningga pinna yoki yumg'oq sut palak salsaqim bo'ldi. Bu chiroyli qaraq chiqish uchun qizil yeshil sap qo'ydik. Sharoit yor bo'lsa salsaq bo'ldi. Xohlamasak samsaqim bo'ldi. Unda o'zining ehtiyojiga qarab belgilab bo'lgan, bir sunnat uchun. Buni tam bilan bu munosabat yo'q. Saboblunas üstüge sepilgenimizde. Bu xil tamni biz aşpazlıkta tuzluq mizlik tam deb ataymiz. Rasna aytımı mizlik purağı. Bol miqdarda salsak o'chaqda bu tuzluq açıq tam kirdi. Bir tamlarning jami soni 60 xilda aşıdı şunun içinde. Bol miqdarda salsak tuzluq açıq tam kirdi. Ama biz mana azroq rangin tuz uchun sağandikim. Bu yanıla tuzluq mizlikdan kirdi. Eğer sharoit yor bo'lmasa samsaq bo'ldi. Buni eng oxirida boyaq so'nglikni. İşimiz tayyor oldu. Aziz ko'rurmanlar, Bayatın Yunus muallim bizga tayyorlashni o'rgatib qo'ygan ko'kvash o'girsi bizning Uyg'ur an'anaviy taomlarimizning bir turi hisoblanadi ekan. Bu xil tomoqning etilish jarayoni bir qadar oddiy hamda bizning oilada davomli etilib turadigan bir xil tomoq ekan. Bu xil tomoqning ta'mimi bizning iste'molimizga nihoyat yaqinlashgan. Bu xil tomoqning yana oziq qiymati yuqori, odatda tini ojizlar ko'proq iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Jismoniy emgak bilan shug'ullanuvchilar iste'mol qilsa odatda hordiqni chiqaradigan rollarga ega ekan. Undaqda bu xil tomoqni uyingizda yetib sinab beqing.